Mana akalar BMW mashinasi kelib qoldi, yasalgan. Ko'rasizlar, 1 sm shipaklab qo'yapti akalar. Buni o'zini oldin temirdan ishlab fariligi podvenka qilib olish kerak. O'shanda mana shunaqa qalin bo'lib ketmaydi, qavat-qavat. Zanglab ketganini ko'rasizlar akalar. Yaqinda qilingan mashina shakli o'zi. Kim qilganini bilmayman, lekin birovning ishini yomonlashmas u. Yaxshi chiqqan u mashina, lekin juda shipaklablarni as otib yuryapti. Yo kir yo'llarda ham mana shu o'shligimizda. Qavat-qavat bo'lyapti. Yarim santimetr, 1 santimetrga yaqin. Ko'rasizlar, chopsa bo'ladigan darajada. Dahshat. Seriozniy zanglab ketgan, o'zi chirishni boshlagan. Bu keyin bo'lib bunaqa metallardan qilinmaydi-da, iloji boricha otsipovga yaqin alyuminiy bor metallardan qilinsa, bunaqa holatga kelmaydi. Mana mantlari ham polniy zazor bo'lyapti. Ko'rasizlar. Hammasini keltirib boshqatdan qilib beramiz, xudo xolisa. Kuzatib borsanglar, bitgan holatini ham qo'yamiz.